qiz bolalar bor uyda ovozinglarni baland ko'tarib gapirmanglar deymiz. Qiz bolalar bor xonadonda, kichkina qizchalar bor xonadonda ovozlar ko'tarilmasin baland. Nimaga? Haligi kichkina qizlar boru baqirib gapirishga o'rganib qoladi. Chunki otasi baqiryapti, onasi baqiryapti, akasi baqiryapti. U xonadonda hamma va 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 shuna baqirar ekan. Haligi kichkina qizcha 3-4 yashar qiz уже все baqirishga o'rganadi. Ertaga boshqa yerga kelin bo'lib tushsa, baqiradigan kelin bo'ladi. Endi u haligi ohista madaniyat bilan gapiradigan xonadonga tushib qolsa bormi u qiz kelin bo'lib. Uyda ham onasinikida o'rgangan, uyda o'rgangan baqirishni qo'yib yuboradigan bo'lsa, vadanglatib. Hamma cho'chib ketadi-da. Menimcha mana shallaqi baqiradi deydi. U xonadonda ular baqirmaganda ular. Ana shuning uchun kichkina qizchalar bor xonadonda baqirmanglar. Past ovoz bilan, muloyimlik bilan, shirin so'z bilan gapirishni o'rganinglar. Nimaga? Haligi kichkina murg'ak qizlarning qalbiga baqirish va qo'pol nimalar, gaplar singib bo'lmasin. U qizlar g'unchadek bo'ladi-da, kichkina qizchalar. Ularga faqat shirin gaplarni, chiroyli so'zlarni gapiring, qalbi shunaqangi shirin, chiroyli so'zlarga to'lsin. Kichkina qizi borlar, ha deb qizingiz oldida iflos, maraz, itdan tarqagan, ko'zing aqib tushsin, haromidan bo'lgan do'rsiz boru, hali qiz hali gaplarni eshitib, qalbiga faqat nima? Itdan tarqagan, haromidan bo'lgan, ko'zing aqib tushkunlar, shunaqa gaplar bilan qalbi to'ladi. Chunki o'shunaqa gaplarni eshitib ulg'aygan u qiz. Endi u qiz ham katta bo'lgandan keyin xuddi shu gaplar chiqaradi endi. Chiqaradi, ko'chada ham chiqaradi, erinikida ham chiqaradi o'sha gaplarni. Voy, bu qayerdan o'rgangan? Ha, uyda o'rgangan u. Chunki o'shunaqangi shovqinli, shunaqangi skandal, urush to'palang xonadonda katta bo'lgan u qiz. Ana shuning uchun qizi bor xonadonlar, qizi bor xonadonlar. Ovozingizni pasaytiring qizlaringiz oldida. Baland ko'tarmang. Qo'pol gaplarni gapirmang. So'kinish yo'qda tursin. Shunaqangi go'zal so'zlarni gapiring, qizingiz qalbiga go'zal so'zlar o'rnashsin. Keyin u qizdan go'zal so'zlar chiqadigan bo'ladi bir joyga borganda.